Qo'y buni, qachongacha buni qora mehnatga ishlab yuramiz. Men charchadim. O'zi ishlagim kelmayapti meni вообще. Qo'ysangchi Abduqodir, menga ham yoqayotgani yo'q mana shu ishlar. Bundan ko'ra ish tezroq tugatib, pulimizni olib ketaylik. Yur o'rtoq. Вообще jonimga tegdi shunaqa ishlash bor-ku. Xo'jayin material chiqarib olgan. Men oshig'i bilan aytganman. Hozir aytgan material yo'lda kelyapti. Ana oshiqchasini 1-2 simsoqqa qo'yamiz. Sen bilan men shunaqa yuravermaymiz-ku. Yo o'rtoq, g'alati-yu, o'g'irlik qoladi u. Boyga balo uradimi? Nima sherik bo'lmaysanmi? Senga ham pul kerak, menga ham pul kerak. Qarochi, hech kimga hech narsa dema. Xo'jayin ham bilmasa, men o'zim chiroyli chiqarib beraman. Xo'p? Ustalaringdan xabar olib keldim, osh-ovqatini berdim. Lekin bitta narsa, ishonchli bolalarmidi? Ha, ishonchli bolalar o'rtoq, nimaga tinchlikmi o'zi? Men chiqib ketishim bilan bolalaring tipirchilab qoldi. Tezroq ber Hasan. Bolalar aka, haydavering. Rahmat. Savob kelgan materiallarni mashinaga ortishayotgan ekan. O'shani senga aytib qo'ydim. Ko'ngil xotirjam qur, hali ko'rishamiz, o'tib kelaman. Aka, xudo xolisa yaxshi. Chiroyli chiqayotgan ekan. Hammasi chotka xo'jayin, gap yo'q. Materialdan kamchilik yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Materiallar yetarli. Xudo xolasa erta ishni bitirib ketamiz. Bo'ldi, unda rashat qilib ketiraman. Ma'lum. Ham kelishganimiz. Oshig'i bilan. Baraka to'ling. Men roziman. Faqat haqqimiz bir-birimizga o'tib ketmagan bo'lsa. Sog' bo'ling. Menga qara. Sindoshlarni aytganmisan to'yga? Aytgan edim, aka. Bilmayman, kelishmadimi? Mashina kelgan hamma narsa tayyor ukam, lekin sindoshlarning ko'rinmayapti. 5 minutdan keyin yuramiz deyishyapti. Menga qaralaring, bugun Anvarga to'y ekan. To'yga bormaymizmi? O'rtoq, sen to'yingga boruvdimi? Yo'q, bormagan. Men to'y arazini berib ketib qolgan, kelmagan to'yimga. Menga to'yini bermagan o'rtoq. O'zi hech kimni to'yiga ham kelmaganda u. Bo'pti, ketdi. Unda o'tbetga borib ovqatlanamiz. Go'shtli narsa yeylik, ketdi. Aytgancha menga qarang, aka. Rostdan ham bitta ham sindoshim kelmadimi? Ha, ukam, oqibating kuchli bo'lgan ekanda o'tir ketdi. Ozgina oshna og'ayni to'yiga ham borib turish kerak-da. Ha, Anvar. Ye? Bilsang bilarsan, kelmaydi deb o'ylavdim, sen uchun kelmadi. Kelin tarafda yonda uyalib qolmagan, o'tkashga yo'q deb aytmasin deb keldi. To'ppa-to'g'ri. Qani ketdi. Barsa o'rtoq. Baxtli to'ylamoni bo'lsin. Rahmat. Menga qaralaring, ustidan kulyapsanlar, nima mebel do'koniga chaqirdilaring? Sani bekordan bekor chaqirmadi o'rtoq. Gapir o'zing. Uylanish kerak. Bunaqa yuravermasdan tez-tez harakat qilib. Sani mebelingni olgan uylantiraylik, mashqqa chaqirdi u. Mebeldan ko'r, yur. Shu o'zi o'rtog'im uylantiramiz deb ishonasizmi aka? Mana Gagarin ko'chada borib, oyoqlarimiz yirtilib ketdi-da, borib. Yo'q. Ha, cho'tcha qilib bering, menga qarang aka, bu materiallari qanaqa o'zi? Sifati zo'r aka. Rossiya kompaniyani Askona degan brendi bor. O'shani kravati va matrasi. 25 yil kafolati bor. Ha, bo'lib o'tirganing qara. Yoqdimi shu stollar? Qaysi birini olamiz? Shu yoqdimi? Aka, bu material qanaqa? Aka, bu o'zimiz mahsulot. Stoleshnicasi LMDF dan qilingan, oyoqlari yog'ochdan. Stol esa raskladnoy. Agarda dizayn proyektingizda boshqacha fasonlar bo'lsa, birga bir xohlasak chiqarib berishimiz ham mumkin aka. Bolvo, baxting bor ekan. Ramazon oyiga polni chegirmoq tushabdi hamma narsasini. Pulim yo'q o'rtoq. Olasan endi. Pulim yo'q deysan. O'tib ketasan, mana shunaqa pulim yo'q deb. Mana bolalar bilan, sindoshlar bilan biz pul yig'ib qo'yganmiz. Yo'q. Xavotir olmagin pulidan. Olgan undan ko'ra tez-tez tanla. 35 ga kirdinglar, subhanalloh. Qachon uylanasan o'zi? Ana, uylanaman endi, olib beryapsanlar. Agar bunga qo'yib bersa bor-ku, bu pul yig'guncha 40 yosh bo'ladi, shu bilan amin Alloh akbar. Inna lillahi va inna ilaihi. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Mashina kech uylanayotgan o'rtoqlar shuni tarqatib qo'yinglar. Aka, uyga kirsangiz bo'lardi. Boshqa safar seni mana buni olib qo'ygan, jallaga olib keldim. Voy, nima qilardingiz o'g'ri? Kuyo gaplashamiz. O'tirsangiz bo'lardi? Boshqa safar. Bo'pti. Sog' bo'ling. Aka, rosa mehribon-da. Ovora bo'lib narsa ko'tarib kelganda qara. Gapirmang. Shuning uchun narsa olib kelibdilar. Ha, bo'pti. Ha, senim yaxshimisan? Voy aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustingga kiyolsang bo'lmaydimi? Kunni qara sovuqligini. Shu taraflarga yo'lim tushdi. Bir seni ko'rib ketay degandim. Bilasan, seni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman. Menga qara. Hop. Men pul olganda. Voy aka, kerak emas. Kamchiligingni ishlatasan. Ma, ol. Rahmat. Bo'pti, kuyoga salom aytib qo'y, Rahmat aka. Kirsangiz bo'lardi. Ya boshqa safar. Qara og'ayni. Ha? Qiynalib qoldingmi sen? Nima bunaqa deyapsan? Ya qaynakang kelib bir xotiniga pul berib ketadi, bir uyga ro'zg'or qilib ketadi nimadirlar. Qiynalib o'tgan bo'lsang aytgin, mahalla ko'y bilan pul yig'amiz-da, bir yordam qilaveramiz. Yetarsa? Nodi!
Labiyada tinchlikmi? Nima? Bu kamchiliging bormi? Yo'q. Nima akang har hafta kelib narsa tashlab kelib turadi? Nima meni bechara deb o'ylaydimi yo kambag'al deb o'ylaydimi? Akangga aytib qo'ygin, narsa ko'tarib kelavermasin. Mahalladagilar hammasi ustimdan kulyapti. Iloji bo'lsa umuman kelmasin. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Singlim yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bu singlingiz nimadir kamchiligim bor deb aytayaptimi sizga? Yo'q. Tinchlikmi? Ne unaqa deyapsiz? Nimaga unda narsa ko'tarib kelasiz? Bir pul berib ketasiz. Yo men yetimmanmi? Yo kambag'al deb o'ylaysizmi? Aka, singlingiz kerak bo'lsa olib keting bemalol. Men bor uzr-ku. Sizlarni halovatinglarni buzaman deb o'ylamadim. Singlim onamdan qolgan yolg'iz yodgorim bo'ladi. Singlimni ko'rsam, onamni ko'rgandek bo'laman. Noto'g'ri tushunmaysiz. Yaxshi ko'rganimdan kelib bitta-bitta singlimni hol-ahvol so'rab ketaman. Endi bizga shunaqa tarbiya berishganda, borib seningdan xabar olgan, ko'rib turgandim. O'shanga xab bo'lmaysiz. Mashina singlimga berib qo'ysangiz. Men bor uzr. Faqatgina qiyomat kuni o'z savobidan beradigan mana shu opa-singillarimiz bo'lar ekan. Sizlarga savol, qachon oxirgi marta opa-singillarimiz borib ko'rdi? Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib tarqatib, storylar qo'yib, bitta paddashga qo'yinglar jigarlar. Senisini yaxshi ko'radiganlar bormi? Rahmat.